Yo, hamma salom, sizlar bilan men Kenzo va bu Mega Block'ta 3-qismi. Nima video yana ertasi kun chiqibdi, lekin ikkinchi qismi chiqqan kunini o'ziga bu video olingandi. Allaqachon oldin olingan, lekin hozir chiqaraman. E'tibor bermaysizlar, lekin men hozir bu blokkaman. Nima desanglar, men uy qurish uchun kadr o'rtaga juda ko'p tosh va daraxt yig'ib qo'yganman. Buni sizlar umuman tasavvur ham qila olmaysizlar nechtaligini. Bu videodagi maqsadimiz uy qurish va mana bu bironalarimizni sehrlashda. Men haynidagi kitobli blok bo'lib, ana shu yoqqa ko'p narsalar borligini internetdan qidirib topdim va bugun o'sha yoqqa borib ko'ramiz. Kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmanglar. Boshladik. Xo'sh, menimcha sizlar bu narsaga umuman ishonmaysizlar, lekin men shuncha narsani yig'dim. Bu ikkita narsa, yangi topor va yangi kirka. Nabor o'tmas ikkalasi sinib ham ketdi, chunki menimcha juda qiyin, lekin ko'rishlaringiz mumkin. Juda qo'llarim og'rib ketdi buni olgunimcha. Buni qaranglar sizlar. 6 stak tosh va 6 stak daraxt yig'ib qo'ydim men. Buni qanday qildim? Buni короче shu daraxtlarni ekib, o'stirib, kech bo'lib, bundaqa suyakchalardan juda ham ko'p olib, o'shalarni suyak ko'kini aylantirib, daraxtlarni o'stirib, juda ham ko'p ish bo'lib ketgan. Короче, bu videodagi maqsadimiz shu uy qurish. Lekin birinchi bo'lib uy qurish emas, balki men xonadagi o'sha kitob blokiga borib kelmoqchiman. Ishqilib bu interneti portlab ketdi. Yoy, aniq bu hozirda telefon qo'tadi chunki va bolalar ko'rishlaringiz mumkin. Oradan 5-6 minut o'tdi va bu yerda ahvolini dunyoda bo'lmagan bunaqa narsa. Juda dabdara bo'ldim. Bu saynadagi blokka bormoqchi edim. Afsuski endi yoqqa borishga ham juda ham ko'p blok kerak. Voy, hamma blok. Valla men hozir bitta narsa qilmoqchiman. Nima desanglar, hozir mana yoqqa Enderman borarim. Mana shu Endermanni o'ldirib, dedim FPS tasavvur qilasizlar. 90 bitta ilova tortganman. Voy, kallam kelmabdi-yu bunday qilish. Bizga farqi yo'q. Mana bu bloklar nimaga tashlaysan? Yomon qo'yibdi, lekin qo'ysa ham. Bolaman hozir Ender Pearl olaman. Undan keyin o'sha nomi nima edi? Kitobli blokka boraman va kitobli blokda ichini ekskursiya qilayotgan paytim men o'zim sizlarga ko'rsataman. Ikkita oldim, bittasini otdim va shu yoqqa yetib keldim. Lekin bu yoqqa endi qanday qaytish bilmayman, lekin shuncha joydan shu yoqqa yetib keldim. Muhimi shu. Endi bitta bola ko'rib chiqamiz. Mana yoqqa boya creeper ko'rdim. Xo'sh, nima bo'lsa ham bola endi bu yoqqa kirishimiz. Voy, mana brat bor ekanlar bu yoqqa. Mayli, bu bratga indamamizda o'zimizda ishimizni qilib ketamiz. Masalan, mana bilan mana buni yo'q. Kitobni olib ketayman. Mana bu lapis bloki yaxshi. Lapis bloki, mana enderni lapis bloki bo'lishi kerak. Yaxshi, endi bu yerdan barcha lapis bloklarni olib, voy, bunday qo'yishim lekin kutmaganman Minecraftdan. Xo'sh, endi sehrlash stoli bormi bu yerda? Xo'sh, sehrlash stoli bormi? Sehrlash stolini ko'rgandim. Negadir yo'q. Qo'rqitdi odam. Yaxshi, bitta bu. Tushirib yuborasanmi shu paytda? Mana yetib keldim. Endi buni olib uyga olib borib, keyin uyga borishimiz kerak. Buni bir qilib keyin ko'ramiz hammasini nima bo'lganini. Hozir men 29 tani taxta aylantirib iloji boricha
Hay birinchi bu yoqqa, keyin bu yoqqa, keyin uyga avtomatik o'tib ketishga harakat qilib ko'raman. Ham 29 ta va yoqqa nimaga yo'l qo'yilmagan. Kreativdan o'tib olaymi? Cheater deyishlari mumkin. Yo'q, valla men просто o'lib ketdim-da, keyin bu yoqqa qaytib spam bo'ldim. Juda zo'r o'ylay lekin. Bitta ham blok ketmadi, zato bazaga qaytib oldim. Endi nima qilamiz? Endi mana bu daraxtni tashib bizga chopish kerak emas. Biz hozir bitta bo'lib platforma yasaymiz. Ketdi. Ya, qanaqa platforma? Mana bir olib oldi. Hamma narsalarimizni sehrlashimiz kerak. Inventarimda bitta ham joy yo'q negadir. Xo'sh, endi judayam omadli, ya'ni omadli kim bo'ladi? Xo'sh, bo'lmasa hozir hamma narsalarimizni bu yoqqa tashlayveramiz. Farqi yo'q menga. Boshqal bo'lam, boshqal bo'lam. Inventarim bo'shasa bo'ldi. Endi hamma lapis bloklarni aylantirsa, xo'sh, 45 ta bo'lishi kerak bizda. Keyin shitda olib, xo'sh, menda endi daraja kerak, juda ham ko'p daraja. Xo'sh, snayper himoyasi, o'zbekchasi yoki boshqacha bo'lagan. U unbreaking bir ham qo'shilibdi. Himoyani o'zi. Xo'sh, yaxshi, menga hozir daraja qancha? 1 daraja bor. Bitta bo'lsa menga bilmayman, daraja topilmadi negadir. Xo'sh, hozir ko'ramiz. Xo'sh, endi borib darajani qayerdandir olish kerak, to'g'risini aytsam. Qayerdan borsa bo'ladi? Mana qayerga bor ekan? Xo'sh, bu yoqqa spawner, keyin hozir bo'lib uxlayveramiz. Keyin qayerdandir daraja olish kerak. Nimadir qilib bo'lsa ham. O'shada o'zidan daraja olishda iloji bor ekanmi, yo'q ekanmi? Xo'sh, bundoq qilib nimalarga kirib ketgan yo'qmish qilib. Xo'sh, bundoq qilsak daraja oladigan hech narsa yo'q. Afsus. Xo'sh, nima qilsa bo'ladi? O'ylab tursam, keling bitta fikr. Qaranglar, yana olmos bloki bor, to'g'rimi? Olmos bloki lava borki, lavadan biz hozir apsidan olib, keyin nezerga borib, kvars olib, kvars darajasidan bularni bemalol sehrlashga bo'ladi. Ketdi, bola, buni umuman nima edi? Cho'zmayman, vashita 2x ketaman. Ketdik. Do'stlar, mana sizlarga judayam yomon xabarim bor. Men shuncha nezerga borib daraja yig'ganim va mana 24-daraja, mana orqamda portal va mana shu hamma joyda mana nima edi, lavaga aylantirib qo'yganim. Hammasi videoga olinmabdi. Men bitta tugmani bosmaganman, ya'ni boshlash degan tugmani bosmaman. Buning uchun sizlardan juda ham katta uzr so'rayman, lekin nima qilay, mana bitta tugmani bosmaganman. Nima desalar deylar, ko'tarishga tayyorman vachi. Mana portal ham qurilgan. Mana lava ham bor. Lekin aytdim, bu faqat daraja olib keldim, boshqa hech narsa qilmayman. Yomon narsa bo'ldi. Mana bloklarim bundasi ishlatganim ham yo'q, hech narsa qilmayman. O'sha yerda spawn bo'ldim, kovladim, qaytdim. Atigi 1 soat ketdi. Hazil. 1 soat emas, yarim soat. Endi mana ularni hammasini aylantirib bir-biri qilib 27 tani. Qo'rqitasan-da, hol kerak bo'ladi u. Mayli, hammasini unutgan holda bola uyga boramiz hozir. Lekin juda bo'lmadi. Videoni ham o'zi birinchi marta bo'lyapti. Bunaqa narsa.
umuman ko'tara olmayman lekin bu narsani men. Lekin o'zim qildim ko'tarishga majburman mana shu. Hammasini bo'laman. Uylar qancha yotarib turib. Mayli, hech narsa qilmaydi bolalar. Panika bo'lmasin degan gaplar endi unutilishi kerak bo'lib, panika bo'ladi bu payt. Xo'sh. Mayli, hamma narsalarni hozir sehrli. Menimcha 24-daraja yetadi. 30-darajaga qilmadim. 30-darajagacha hali nimadir sehrlash niyatim yo'q. Hammasini birinchisiga adashdim. Buni qo'yish esdan tushdi. Birinchisiga qilib tashaveramiz. Mayli, buni ikkiga qilib. Hech narsa bo'lgani yo'q. Mayli, endi qilichni nima aniqlik bu nima? Bo'g'im oyoq nima? Ur. Bo'g'im oyoqlar evi. Qilib ko'raylik. Yo, 7 bo'lib ketdi uran. Xo'sh, yaxshi. Ikkinchisiga effektivni tez kovlashlik va uchinchisi birinchisiga qilaveramiz. Effektivlik. Yaxshi. Xo'sh, effektivnis buzilmas, effektivnis. Sehrlidir. Ya, vashita mana shu ham bo'laveradi valla. Xo'sh, uncha zo'r sehrlangani yo'q-ku. Xudo bo'ladi. Xuddi bitta maqsadga erishildi. Davaychi bo'lib buni ham qilamiz. Bu ham bizga bir anov berib turibdi-da. Nimaydi nomi? Qilmaydi buni. Qibulachi o'ylashim. Bizni aldash. Xo'sh, mayli bolalar, hozir endi verstakni memeqa qo'yib keldim. Xo'sh. Yana verstak ekan. Xo'sh, endi bizga juda ham ko'p yarimtalik bloklar. Xo'sh, va bola ko'rib turishlaringiz mumkin. Menga 2 staka 16 yarimtalik blok bor. Endi bu bilan biza xo'sh, davaychi bola ertalab qilib faqat kech bo'lib uxlardi. Mayli bola, hozir ertalab bo'lgandan keyin ishni boshlab olsa ham bo'ladi. Uxla. Xo'sh. Ertalabdan ishimizni rivojini bersin deb boshlaymiz. Masalan, mana uni olib tashlaymiz va boshladik qurishni. Короче, mana ko'rishlaringiz mumkin. Uy почти bitdi. Men uyni to'g'risi to'liq bitirmoqchi emasman. Bitta ekskursiya qilib ketaman. Короче, uyimizni tashqaridan ko'rinishi xuddi shunday bo'ladi. Hali ikkinchi etaj ham bo'ladi. Birinchi etajni hozircha qurdim. Lekin yana ishladim, daraxt oldim. Ular hali ham turibdi, picha. Bakka ishtobi kichkina narsalarni tiqamiz, sanduq-banduq degandek. Bu bo'lsa men vanna qilmoqchi bo'ldim. Kichkinagina. Xo'sh. Beg'la bo'lsa kattagina xona bo'ladi. Vannani eshigi bo'lsa mana bu tomondan bo'ladi. Agar bu tomondan bo'lsa juda g'alati bo'ladi. Eshikdan kirganda jakka vanna turibdi. Hojatda shu mana yerda bo'ladi eshigi. Beg' nima? Beg'qa bo'lsa mana yerdan ikkita kiradigan eshik va beg' oshxona. Oshxona bo'lsa mana yerda kabinetchalar degandek. Va bu yerda ovqatlar berilsa, mana yerda stol bo'ladi, keyin televizor bo'ladi, ovqatlarni televizor ko'rishga iloji bo'ladi. Fantastikani juda ham zo'r qildim. Xo'sh, bu yerga keyin ikkinchi etajga chiqamiz. Hozir bu yerlarni tekis qilib to'g'irlab, keyin ikkinchi etajni fullni bitta ikkiga bo'lib, bu tomonni nima edi? Bu tomonni mehmonxona, bu tomonni nima edi? Yotoqxona. Bu yerdan kirishni bo'lsa, nima edi? Mehmonxona qilamiz. Ikkita xona ajratamiz, ikkita katta xona bo'ladi. Короче, juda ham zo'r bo'ladi. Короче, qanday xayr sizlar bilan Kenzo bo'lib, xayr.